Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida bir kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy Rossiya, Eron va Koreyani terrorchilikda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya, Eron va Shimoliy Koreya davlatlarini terrorchilik harakatlarini tarqatishda aybladi va buni qoraladi. Zelenskiy Rossiya armiyasining Eron dronlari Shahid va raketalar yordamida Ukraina shaharlariga, jumladan Kiyevga qilgan hujumlarini keskin qoralagan. Prezidentga ko'ra, bu hujumlar Kiyev, Bela Tserkov va boshqa hududlarda oddiy fuqarolik obyektlariga nishonga olgan. Ushbu hujumlar oqibatida Kiyevda kamida 5 ta ko'p qavatli uy zararlangan, 6 kishi halok bo'lgan, yana 1 kishi Bela Tserkov shahrida shifoxonaga tushgan. Umuman olganda hujumlarda 352 ta dron, shundan 159 tasi Shahid, 16 ta raketa ishlatilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumda Shimoliy Koreyadan jo'natilgan ballistik raketalar ham qo'llanilgan. Ukraina havo mudofaasi ko'plab hujum vositalarini yo'q qilgan, ammo hammasini emas. Zelenskiy Rossiyaning bu harakatlarini mutlaqo kinoyali va terroristik deb atadi va Moskvaning ilgari Eron yadroviy obyektlariga hujum qilgan AQShni keskin qoralaganini eslatgan. Endi esa Rossiyaning o'zi aynan Eron bilan hamkorlikda tinch aholiga zarba berayotganini tilga olgan.